Assalomu do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Rahimov Plus kanaliga xush kelibsizlar. Boshlasizlar, oldin like chani obuna bo'lib qo'ysanglar, katta motivasiya bo'ladi. Akalar, stream qila olmadim, men uzr. 1000 ta 2000 ta obunachim bo'lishi kerak ekan akalar. Keyin qilsam bo'lar ekan. 50 tadan keyin qilsa bo'lar desam, bo'lmayapti akalar. Mana narsa chiqib qolyapti, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana jolli, mana ko'rib turibsizlar. Jolli turibdi. Shunaqa narsa chiqib qolyapti. Mana qaranglar, o'qcha narsa chiqibdi, mana pasi. Mana kuydyapti, qaranglar. Mana shunaqa narsa chiqib qolyapti. Mana asam chiqib kuydyapti, o'qcham bosyapman. O'qni bosyapman. Bo'lmayapti. Mana akalar, yomon asam chiqardi. Uzr, men bor. Iltimos. Men bor, uzr, menda o'tibdi akalar. Yuzta o'sha maylitda. 50 ta obunachi qanday bo'lmashi mumkin? 50 tadan keyin Jolli deb qo'ygan. Efer yana. O'qni bosyapman. Bo'lmayapti akalar. Qulf top dedim, kal top dedim, bilmayman. Qaranglar, yaxshilab qarab turinglar. Jolli, ha? Yaxshilab qarab turinglar. Birinchi nima bo'ldi? Betafsil debdi. Betafsilga bosamiz. Meo kirib ketyapti, bilmayman, qaranglar. Menga shuncha yozib, men boshim uramanmi? Yana mana bosdim mana uni ham. Foydasi yo'q akalar. Mana shadan Prime tanlaymiz streamda. Streamda tanlaymiz, yes bosamiz. Foydasi yo'q akalar. Ko'ryapsizlarmi? Foydasi yo'q. Nima foydasi yo'q? Kalit deydimi, qulf deydimi, bilmayman. Hali o'qni bosyapman yana. Yana shunga qilib ko'rdim. Bular deb men qilib ko'rdim. Bug bo'lyapti deb o'ylabman-da.